kommentariy yozadigan g'iybatchiga aylanib qolganman oxirgi payt. Nima dotdim? Ikkita postga kommentariy yozdim. Ikkita postga kommentariy yozdim. Umraga ketdasizmi deyishibdi. Mana shu mavzu bo'yicha yozdim-da. Ikkita Ras. Devoringlar. Ras. Bir. Shu bolani artistlarga qo'shilgandan beri 1-2 bo'lmay qoldi. Bir. Eshitilyapti devoringlar, ey. Jiyalablar. Xullas, ertalab ikkita post ko'rib qoldim-da. O'sha juda ulug' joylarda Instagramni faqat mana shunaqa ulug' joylardaman deb to'ldiradigan, lentasida bironta boshqa narsaga joyi qolmagan ikkita bratanni postiga komment yozdim-da. Erinmadim. Shunaqa payt mendan ham zo'r yozuvchi chiqadi, bor-ku. Erinmasdan yozdim. Ya'ni nima uchun yozdim, ya? Va ular menga javob ham qaytarishdi. O'z komment uncha-muncha yozmayman, lekin oxirgi payt kommentchi bo'lib qolyapman. G'ashimga tegayotgan narsa juda ko'p bo'lyapti. Ya'ni gap cho'zilib ketdi. Hozir to'xtanglar, shuni ham palasaga o'tib oling. Hozir men nima yozganimni aytaman va nimaga bunaqa reaksiya bo'lganini aytaman va sizlarning ham bu narsa g'ashingizga tegadimi? Ketdi. Avvalambor unaqa ulug' joylarda bu dunyoning matohlarini, bu dunyoning iPhone'larini yo'q, bu dunyoning tashvishlarini, vaqtincha dunyoning bo'lgan omonat u xiyonatlarni unutib, yaratguvchi egam bilan bog'lanish uchun ketadurlar. Bizning panyatkalarimiz bo'yincha. Lekin shunaqa kontentlarga, ya'ni-da videolarga, endi ular kontent deyishyapti, kontent so'zi o'zbekcha emas, tim bo'li bir musulmoncha so'z ham emas. Mayli, shunaqa kontentlar qilayotgan, o'ranib o'zlari millatlari o'zbekka mansub bo'lib, vaholanki boshlariga arablarni haligi qora niqalarni kiyib, o'zlarini ularga taqlid qilib, endi gapirsam nimagadir tilim qichiydi-da. Bu yerda bular bilan olishdik ozgina. O'zlarini Kafkazga o'xshatmoqchi bo'lganlarni, "Assalomu alaykum" deydiganlar bilan olishayotgan bir zamonda bu tomonda endi boshlariga arabcha matohlarni o'rab, kiyimlarni o'rab, o'zlaridan juda bir bizdan ko'ra Xudodan qo'rqadiganroq qilib kontent qiluvchi xullas kalom akalarning ikkita postiga ko'zim tushib qoldi. Ularda aytilyaptiki, sraz video chiqib ketdi, bunaqa gap chiqyapti. Sraz videoda boshida bunaqa gap. Qaranglar. Mana shunaqa kontentni qilayotganlar sizlar hali jazolanishinglar kerak. Mana shunaqa gap bilan boshlayotganlar, sizlarga ham o'zi xudo xolasa chora ko'rish kerak. Chunki sizlar boshidan videoni ushlab qolish uchun, ya'ni insonlar orasida prosmotr bo'lish uchun va videoyingiz o'xshashi uchun, oxirgacha odam ko'rishi uchun sizlar yolg'on ma'lumot bilan boshlaysizlar. Ya'ni qanaqa qilasizlar? Ammo xitrisizlar-da sizlar. O'zi u millatlarni tekshirtirib borish kerak, yevray emasmikin. Ya'ni qanaqa? Bunday boshlamoqdi. O'ranib olgan bratan bu dunyoning matohlarini unutgan, faqatgina yaratguvchi bilan bog'lanish uchun borgan, sirazi kameraga qarayapti-da. Arabistonda qaranglar, so'zma-so'z aytib beraman. Xohlasanglar keyin storiesga qo'yib qo'yaman. Sizlar ham to'g'ri-noto'g'riligini komment yozib qo'yasizlar. Arabistonda, Saudiya Arabistoniga, Dubayga bombalar hujum qildi, Eron hujum qildi deb vohima qilayotganlar unaqa emas deyapti-da. Mana qaranglar-da, ana tushuntira oldimmi? Xotirjam bo'linglar deyapti. Qarang, mana bunaqa boshlayapti videoni. Surazan, salom yo'q, ali yo'q, xotirjamlikdan narsa, yana kamerani qimlatib gapiryapti, qaranglar. Kamerani o'ziga qaratyapti-da, qimlatib gapiryapti-da. Чтобы как будто bomba otilayotgandek qilib gapiryapti-da, qaranglar. Chitriyligini qaranglar, video prosmotri bo'lish uchun qilyapti-da, qaranglar. Yugurib ketayotgandek qilyapti-da, orqasida bir narsalarni ko'rsatgandek qilyapti-da, selfie qilyapti, o'ziga qaratyapti-da, oldi kamerani, ichki kamerani. Ya'ni boshlayapti.
Saudiya Arabistoniga hujum bo'ldi, Dubayga hujum bo'ldi, raketalar tashimoqda Eron deb mana shu to'xtayapti sirazi deb video qilib odamlarni hojilarimizga haligi yuragiga g'ulg'ula solayotganlar deyapti. Sen o'zing qilyapsan-ki shu narsani, nima keragi bor? O'zing boshidan o'sha gapdan boshlamaysanmi? Ko'nglingda yaxshilik ekan, ko'nglingda prosmotr yig'ishmas ekan, ko'nglingda bu dunyoni matohiga egilishmas ekan, Xudo bergan prosmotrni olarsan. Peshanangga yozgan bo'lsa o'larmiz. Yozmagan bo'lsa yoningga bo'lmay tushsa ham bo'lmaysan. Da misol shunda qaya tonki mavzu, buni hamma ham tushunmaydi. Men juda sirazi boshla, assalomu alaykum hurmatli do'stlar, har xil vohma so'zlar yuribdi. Unaqa emas aslida. Mana qayerda hamma yoq sokin, hamma yoq yaxshi deb boshlamayapti-da, kamerani silkitib, uje odamni yuragida qo'rquv, g'ulg'ula uyg'otyapti-da, qara. Bular xitriyligini qara. Da, keyin oxirida shunaqa nima deb qo'yadi? Shunaqa qilib odamlarning yuragiga g'ulg'ula solayotganlar asli unaqa emas deyapti keyin. Asli shunaqa emasdan boshlaver. Asli shunaqa emasdan boshla. Nima qilasan? Birinchi kamerani qimillatib, orqada bomba sadolarini qilib, qaranglar bular shunaqa aniqada Instagram hook deydi buni. Bular o'zlari religiozniy qilib ko'rsatganlari bilan dunyoni algoritm, Instagram algoritmlari, Instagram platformasini algoritmi qanday ishlashini biladi bular. Instagram algoritmini qanday ishlashini biladi. Instagram hook nimaligini biladi bular. Вообще da. Sirazi boshlov yaxshilikdan. Ey do'stlar, unaqa emas deb. Alloh. Dada eshitaman. Assalomu alaykum. Yo'q, yaxshi emas aka. Charchayapman aka, eshitaman. Yo'q aka, charchayapman. 2 mahal tonirovka, kech payt uyda sikish kerak, boshqa qilish kerak. Kunduzi yo'qda, bu yoqda. Kim o'zi? Men charchayapman aka. Andijondanman aka, Andijondan kelyapman. Ha, men Yangiyo'lda tug'ilib katta bo'lganman. Hozir Toshkentdaman. Xizmat aka. Yo'q, sizda muxlisingiz aka, sizni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, shuning uchun video qilyapsiz. Nomeringizni men bera olaman aka. Menda bor desam, o'shan bo'lib video qilyapti akajon. Ha, bo'ldi akajon, biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Bitta ovozingizni eshitsa bo'lmaydi. Kim eshitish kerak ovozni? Ana, mana bola sizni muxlisingiz, menda nomeri bor ekan desam, yo'q deb ishonmadi, mana telefon qildi. Kim u bola? Andijonlik muxlisingiz shu bitta yoshlar Yo, ismi bormi? Abdurahim. Abdurahim ukajon, men azizda eslayapman. O'sha Dalboyo'q men o'sha cho'choq bilan mashina tortgan. Kuningiz yaxshi o'tsin uka. Sog' bo'ling, charchamang. Yaxshi tomonlarimizga muxlis bo'ling, yomon tomonlarimiz ham yetarli. U tomonlarni olmang. Iloji bo'lsa shu nomerni udalt qilib yuboringchi, kontaktdan iloji bo'lsa shuni yodlab olmagan bo'lsangiz. Yo'q, yodlab olmaydi aka, qayta telefon qilmaydi. Bo'laveradi. Kuninglar yaxshi o'tsin, shef. Yo'q, hech narsa qilib o'rganib qolganmiz, anaqa ham azzam odammi, onasini yemish. Xo'p, shef. Qatga qo'yay. Qaysi biriga?